O'zbekistonda tug'ilgan isroillik olmos magnatining o'g'liman deya o'zini tanishtirgan Tinder tanishuvlar platformasi orqali qizlarning ishonchiga kirib, ularning $10 million mablag'larini o'zlashtirib ketgan va ushbu harakatlari ortidan bugungi kunda dunyoning bir nechta davlatlarida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dunyoning eng yirik aferisti Mega Alfonso Texares haqida eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsangiz, bugun men sizlarga ushbu yigitchaga aloqador jinoyat ishlari bilan hamda u bolani shaxsiyati bilan tanishtirib o'taman. 1990-yilda Isroilda tug'ilgan Simon Levayev, asl ismi esa Shimon Hayot bo'lgan yigitcha 15 yoshdayoq o'ziga tanish bo'lgan ayollarning bank karta raqamlari ma'lumotlarini soxtalashtiradi, qo'lga kiritadi hamda ularga tegishli bo'lgan bank akkauntlari orqali soxta cheklarni yasaydi. Ushbu harakatlar ortidan u birinchi marotaba 15 yoshda javobgarlikka tortilgan edi. 21 yoshga kirib ulgurmagan Shimon Hayot 2011-yilga kelib o'zining navbatdagi jinoyatlarini sodir etadi. Unga nisbatan hujjatlarni soxtalashtirish, firibgarlik hamda o'g'irlik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi hamda unga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilinadi. Bu vaqtga kelib esa u ismini Simon Levayevga o'zgartirib, Isroilni tark etib Finlandiyaga yo'l olgan edi. Aynan ushbu vaqtdan boshlab Simon Levayev o'zining Tinder platformasidagi biznes sxemalarini yo'lga qo'yadi. Hamda 3 nafar qizni aldash orqasidan 3 nafar qizning mol-mulkini o'zlashtirish ortidan 2015-2017-yillarda Finlandiyada ozodlikdan mahrum qilinadi. Qamoqxonadan chiqqandan keyin ham xulosa chiqarmagan Simon Levayev o'zining jinoiy sxemalarini davom ettiradi hamda ushbu harakatlar ortidan Germaniya, Norvegiya, Daniya, Buyuk Britaniyada hamda yana bir nechta davlatlarda qizlarni aldash orqali ularning $10 million mablag'larini o'zlashtiradi, ularning nomlariga kreditlar rasmiylashtiradi, mol-mulklarini olib qo'yadi. Xullas, soqqani bosadi. Yevropa bo'ylab o'zining sarguzashtlarini davom ettirib kelayotgan Shimon Hayot 2019-yilga kelib Gretsiya aeroportida soxta pasporti bilan qo'lga tushadi hamda Isroilga ekstraditsiya qilinadi. Ushbu voqealikdan so'ng barcha uning javobgarlikka tortilishini kutayotgan edi, lekin Isroil hukumati aynan Isroil hududida sodir etilgan jinoyatlar uchungina uni javobgarlikka tortadi hamda unga 15 oylik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Lekin u 5 oyda qamoqxonadan chiqib keladi. Xullas, shu bilan Yevropa hududi bo'ylab sodir etgan uning $10 million jinoyatlari, begona qizlarning nomiga rasmiylashtirilgan kreditlar, mol-mulklarni o'zlashtirish, xullas juda katta sxema bor. Bu haqida to'liq film ham bor Netflixda. Buni nomini pastda qoldirganman. O'shani ko'rsanglar bo'ladi agar voqelik qiziq bo'lsa. Simon akani jinoiy sxemasidan foydalanishdan oldin O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-228-moddalari borligini esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni 168-modda bu firibgarlik deb nomlanadi. Uning dispozitsiyasi esa quyidagicha: firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish orqali o'zganing mol-mulkini yoki ushbu mol-mulkka bo'lgan huquqni qo'lga kiritish deb nomlanadi. Ushbu harakatlarni sodir etganlik uchun jinoyat tarkibining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda sizga nisbatan 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. 228-modda esa bu hujjatlarni soxtalashtirish deb nomlanadi. Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, xolos bu yerda ko'p narsa bor. Bizga kerakli qismi esa bu hujjatlarni soxtalashtirish, ushbu harakatlarni sodir etganlik va ushbu hujjatlardan foydalanganlik uchun Jinoyat kodeksining 228-moddasida 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.